Siz izlayotgan narsa afsonadan o'zgacha emas. Unda nega buncha zo'r berib uni yashiryapsiz? Ushla. Tesseract Odin xazinasidagi noyob javohir edi. Bu saqlashga arzimaydi. Biroq izlagan narsam ham shu atrofda bo'lishi kerak. Shunday emasmi? Sizga yordam bera olmayman. Yo'q. Ammo qishlog'ingizga yordam berishingiz mumkin. Menimcha, u yerda do'stlaringiz, ehtimolki qandaydir nabiralaringiz bordir. Ularni o'ldirishdan ma'ni ko'rmayapman. Yggdrasil, olamlar shajarasi, donolik tayanchi va taqdirlar hukmdori. Jonajon Führer esa sahroda shiqildoq qidirib yuribdi. Axir buni ko'rmagansiz, shundaymi? Xom sut emgan bandalarga joiz ish emas bu. Xuddi shunday. Bu yerdagi hamma narsani yoqib tashlanglar. Xo'p bo'ladi. Tentak, bu qudratni aslo boshqara olmaysan, do'zaxda yonasan, bilib qo'y. Allaqachon yonib bo'ldim.